Canım, ma yarışıptım ha. Bu kız balının kim boğuydu? Oğal kesin buldu. Mına buldu, mına. Müşalam alamdı. Mına buldu, sizge ertigeç kilerimiz kiyim ağını. Ustam bakayım ne iç bağlı? Özellik o. Mağıl. Vay. Tülüp ettim cima. Ma'qul. Hozir o'g'avalı qiz bolani pulni xarjlash uchun vosita tanlamaydigan ha? Canım inanma udan. Kuş toydu mu? Toydu. Mağam da. Mağala. Ucu. Vay can. Vay. Sizge bir ay şomğandı? Yok. Çıkış durun asırım çıkama. Ben pul Vay can. Vay. İkimiz zat kaçan toy kılımız? Aldırma kıman dona. Vay man neçe yıl oldu söğürüşüp şükürler yürüyüvremden kaynağında söğüralım bulap men. Kim kasağın olmaydı mı? Oyluç baldığın nesi var? Dadem nimik dep mangan ben bilen. Şu mangan şu. Mı da? Azar kas. Baba çıkılsam olmamdın dadem başta. Öse gibi o çıkırsan olmam da. Telefonum çakılıp gitti. Telefonum çakılıp gitti ama. Tutur. Ve apa? Ma apam maşin soku tuttum ben tutturacağım ya az biriptem kele. Nemiş kılvat sadaş bir yada. Ha? Nemiş kılvatsa? Kichik vaqtimizda mushta o'ynaydik-ku. Kichik vaqtimda eslatdim. Bo'ladi. Edam cho'ng'os bo'lmaydi. Adaş. Ama bitimning telefonu chiqilib ketdi, aybatim urishib qolgan. Ular telefonim juda aytmasam bo'ldi-ku. Bir ishqsizlik telefon emas, 14 Pro Max var o divanda. Qanday qilib? Qo'lim deb jigantdan aytmasang ishim bo'lmaydi. Adaş, uni to'y qilgan olmaydi, sening xabaring bor. Mana bir ish chiqim va bet ish bo'lgan uni. Telefon aytmagim yo'q. Taqiz chidimatim u burmoch pul deyman, 2 oylik maoshim deyman. Unda bo'lsa og'irlib ket. Ağırlık kessem bo'lmaydi deyman. Bir optan pul xarjlab beribsa, uning ustiga men ağırlık kessem meni xumsa deb hamma odashlarga-da. Qiz bola shermaydigan bo'lib qolsa qanday qilaman? Unda bo'lsa qayda? Telefonni 15 kun ulam genç yo'qilsa, telefon qilsam olmaysa. Endi telefonni o'zi ilib, endi sen gap qiladi. Endi shu chaqda, jinem, qiliblam, yog'lim gapdan to'rtlam qiz oldiga yeribdi deyman. O'zib mashkallam kim debdi ya? Ashta qila. Ashta qilayjima. Ma'qul. Mana, to'g'ri. Odash, do'stlardan bir narsa chiqaribdi. Men butun telefon olibdimi? Mana emasmi? Yo'q. O nimaligini nima qilish telefon bir bola 15 kundan telefonni genç qilsa, o'zi ap bo'ldi. Qanday ko'ngildan bilgan nima deymanda? Yuzini qiyin qiliblam, vas telefon qilib, "Chiqing ajinem, xo'ga yiplimiz" deysan. Xo'gim qimmat deyman. Va qimmat emas. Qimmatga. Men tunigin bir xo'goxonda faoliyat qilib bergandim. Ko'rib boqamsan? Xo'ga o'xshaydigan yer deymiz. Bizning g'ariblik ma'rifatning beqindagi yo'shi ketivisning birinchi qavatidagi xo'goxonaga kelsanglar. Qanchalik xo'ga yersanglar 50% e'tibor. Rost gapman, men qozon bakaliq. Endi har qanday turli haraq qilsanglar, birini olsanglar birini qo'shib beramiz. Fursat g'animat. Aloqa telefon nomerimiz 183 99 35 15 85. Mavada xo'gon yap bo'lib 2-3 qavat KTV. Aşağıda haqsiz, naqsh o'qib so'ynab chiqarsanglar bo'ldi. Mishagilib olib tursa. Bo'ldikina? Ha. Asandan qutuldigan bo'ldim-a? Bo'ldi. Ne ketdiniz 15 gününüzə? Voy, iliq kuni shu opam telefon qilib kelatsam, mashin soqot debdi, basam tutsini kutgan shu. Tomoq etdim, tomoq tushdim. Baxtim shu 15 kun. Men bir o'g'avil erkak. Undan deb ketmasangiz bo'ladi. Har qanday bir o'g'avilning onasi bir qanday bo'lsa, yurikka emir bir qanday olib ketdi. Xabaringiz yo'qmi shu ishdan? Yana menda og'rindiki ya. Davomli shunda men bir ish yo'qandan bir shulab qoldik-a sizga. Qalangma, ona degan barchig'ida qadrini qilish kerak. Ayta bir ish olib qolsa, egolab beqish kerak. Mendan deb ketmang. Menga tutaman qo'lni. So'y, mana. Menga bir o'qishdi, bir yak berib kellar. Bir yak baka ichib chiqib bek falan. Menga to'ngib ketdingiz, aqchab qish olib qoldi. Yo'l bergin yo'l izlaganlarga, sabirga oq yo'l tilar.